أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل bu fasl ro'zlarga uzil kelib qolgan ba'zi bir ahvollarda qanday qilish kerak, ro'z tutamdi tutmamdi degan munosib fasl. Qala va man khafa al-marada, bir kishi sog'lom holatda ro'z tutsam kasal bo'lib qolaman, og'rib qolaman deb ansirsa, aw ziyadatahu, yoki bu odam kasal og'riqchan ro'z tutqasa kasalning taxmi ig'irlab ketishidan yoki uzrab ketishidan ansirab qolsa ro'z tutmay ig'iz ichib yursa bo'ldi demakchi. Yani kasalning ig'irlab ketishi yoki sog'lom odamning kasal bo'lib qolishi nim bilan ma'lum bo'ldi desak, shuningdek bir doktor siz ro'z tutsangiz bo'lmaydi yoki og'rib qolsangiz ya badandagi bir a'zo qarinch qildi deydigan bir diagnoz bo'lib qolsa shu hisob, yoki inson o'zi mo'lchadlab ilgarigi tajribasiga asosan yoki tajribalik bir mo'ysibning gapiga asosan yoki o'zining his qilishicha ro'z tutsam ko'tarolmayman deydigan g'olib zanni bo'lib qolsa shu yetarlik. Bu yerdagi ro'z tutsa bo'ldi degan ruxsat insonni harajga qo'ymaslik uchun Alloh taolaning iltifotidan iborat. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra degan bo'g'achda. Yani bu ig'zachasi bo'ldi degan bir ruxsatni o'ttirib qo'ydi. Buning dalili liqavli ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sizlarning qaysi biringlar shu Ramazon oyida kasalchan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib qolsa, ig'zachasi ruxsat, ig'zachi o'tgandan keyin qancha kun ro'z tutmagan bo'lsa, Ramazondan boshqa oylarda shuncha kun qazosini tutadi demakchi. Ma'nahu mushu oyatning tafsirida fa'aftara, ya'ni fa'aftara degan shu bir so'z muqaddar ba deymiz. Yani فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى deymiz. لأن المرض والسفر لا يجبان القضاء. Çünkü bu ayetin zahiri qarasak, kimiki mush Ramazon oyida kasaljan yoki safar ustida bo'lib qolsa, boshqa kun ro'z tutadi degan shu kasaljan va musofir bo'lgan uchun ham boshqa kunlarda ham ro'z tutish vojib degandek bir mazmun chiqib qoladi. Ro'z tutgan bo'lsin, tutmagan bo'lsin, amaliyotda bu maqsad qilinmaydi. Bu endi ahli tafsirning ijmo'i bilan shunday. Ahli tafsir shuni ijmo qilgan. Bo'lmasa kasal bo'lgan yo musofir bo'lgan kishi shu ikki sababdan Ramazondan sirt yana ro'z tutsin lozim degan gap yo'q. Bu endi oyatlarda ko'p keladi. Buna muqaddar bo'lishi ko'p keladi. Chunki arab tilida qisqartib o'tish uslubi bo'lgan. Masalan, faman uttirra g'ayra bag'in va la adin fala ithma alayh. Majbur bo'lib qolsa degani, majbur bo'lib fa'akala fala ithma alayh degan bu. Majbur bo'lsa da yemabdi. O zotda gunoh bo'lmaydi, gunoh yo'q. Undan boshqa masalan, qayn uhsirtum famastaysara min al-hadi. Ajga boraman deb to'slab qolsanglar, qurbonlik qilishing vojib. Yani to'slab qilishlar emas, fan uhsirtum fa ahlaltum, to'slab qolgan ekan aj qilmay yenib ihramdan chiqsanglar, yana faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun. Beshi masalan shunda asharat bo'lib ketgan ya kasal kishi shunda bo'lganlik uchun kafarat to'lamaydi. Aytishing shu deb qolsa, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa halaqa fa fidyatun min siyam. Navbatga mushu oyatlarda mushunday kelganlik aniq, mufassirlarmi mushu muayyinlashtirgan. Undan keyin bu yerda Ramazonda ro'z tutmasangiz ruxsat degan mazmun chiqadi shu. Fa'idda degan fa alayhi degan bu. Fawajibun alayhi iddatun min ayyam al-ukhra. Kasal va musofir holatda necha kun tutamagan bo'lsa, shu sanni Ramazondan keyin qazo qilib tutadi degan. Bu ikki
ishqi dalil. Birisi Ramazonda ro'za tutsan ruxsat degan dalil, keyin qazo qilishing vojib degan dalil. لأن المرض والسفر لا يوجبان القضاء. Yani bir adamın kesel ya musafir bo'lganliginin o'zi, yani qazo qilishing lozim degandek bir nimani keltirmaydi. Masalan, bu adam kesel keldi, ro'za tutdi Ramazonda. Yani bu Ramazonda kesel bo'lganlik uchun ham ro'za tutgan bo'lsa-mu, keyin uni qazosini qilsa demdi, demaymiz. Ramazonda eg'iz assa, ro'za tutmasa, ondan qazosini qildi degan gap. قال والمسافر صومه أفضل. Safar üstü kişi olib qalsa, bunda ixtiyorlik var. Afdal degandan lam nima tushunmaymiz. İxtiyorlik bor ekan, lekin qaysi afzal deganda ulamolar kengri talash-tartib qildi. Har xil qarashlar bo'ladi. Bu ruxsat bor ekan deymiz. Qaysi afzal desa, Hanafi mazhabda ro'za tutqani afzal, li'annahu azimatun. Chunki ro'zaning o'zi azima. Azima degan lug'at tarafdan al-qasd al-muakkad. Shariatda al-hukm ash-shar'i thabit bi dalilin shar'iyyin khalin an al-mu'arid degan bo'ldi. Ruxsat degan lug'at tarafdan al-yusra suhula. Shariatda ma thabata ala khilaf ad-dalil ash-shar'i li mu'aridin rajih degan bo'ldi. Shu ro'za tutish masalasida hozir azimatni tutish afzal dedi. Lekin namoz masalasida qasrni ruxsat deb atalgan safar ustida qasr qilish ruxsatdir. Buni Hanafi mazhabda to'liq o'qsang bo'lmaydi, qasr qilishing lozim degandi. Lekin Hanafi mazhab namozni qasr qilishni safarda azimat deb ataydi. Ya'ni har ahvolda azimatni tutish yaxshi. Endi ruxsat deb atildi desa, bu majazan ruxsat deb atildi. Amaliyotda bu azimat shu. Azima degan asli bekitilgan hukm degan ma'noda. Ruxsat degan asli hukmdan istisno qilib boshqa bir ahvol bo'lg'achqa boshqacharoq bekitilgan hukm degan ma'noda. Wal aqdu bil azimat afdal. Safar ustida ro'za tutmaslikda azimatni tutish shu afzal. Nima uchun desa, shu vaqtida ado qilishdan iborat. Ikkinchisi Ramazonda iborat sharafli vaqtda ado qilgan bo'ldi. Qazo qilsa Ramazonda iborat sharafli vaqt qo'ldan ketadi. Ham azimat degan al-asli shu. Asli bekitilgan hukm shu. Eg'iz ichish ruxsat qilingan hukm. Faqat lamda agar ro'za tutib qolsa, ig'ir kasal bo'lgan yoki o'lib qolgan darajada shunda ig'ir qiyinchilik uchraydigan bo'lsa, ro'za tutib olsa, gunoh qilgan bo'ldi. Ma'lumda baddashlik qiladigan bo'lsa-mu, ro'za tutmaslik ixtiyorli bo'lsa, qaysi afzal desa, ro'za tutadigan bo'lsa, tutadi yaxshi. Chunki bu keyincha bu fursat bo'lsa, ro'za tutmay, keyin farz ro'za gadinda qilishi mumkin deydi. Yani shu musafirninki ro'za tutmaslik masalasida qaysi azimat, qaysi ruxsat degan masalada ulamolarning o'tirida ixtilof bor. Jumhur ulamolar al-fitr ruxsa, eg'iz ichish ruxsat, xolisa eg'iz ichmasmi bo'ladi, lekin ro'za tutish azimat deb qaraydi. Ba'zi zahiriylar va sahoba tabiinlardan ba'zilar musafir holatda eg'iz ichish azimat, eg'iz ichish lozim masala degandek. Agar buni xilof qilib safar holatida ro'za tutib olsa, gunoh qilgan bo'ldi. Uning ro'zasi hisob bo'lmaydi, keyin qazosini qilish lozim. Ba'zilar makruh degan. Lekin bu zohirningki qarashi ojiz qarash. Ammo ikkinchi masalada ro'za tuta oladigan musafir tutqani afzalmi yoki ig'iz ochqani afzalmi degan masalada jumhur ulamolar Imom Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Thawri, Abu Thawr qatorli jumhurlar as-sawmu afdal. Ro'za tutqani afzal. İmam Ahmad, Avza'i ve İshaqlar ular al-fitr afdal degan. Tabi'inlardan Mujahid ve Umar ibn Abdulaziz'den kelgan qarashda al-aysaru vel afdal. Qaysi qulay bo'lsa, shu afzal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarmi hamma qarashda dalil bo'lgan hadislar bor. Laysa minal birri as-siyam fi safar deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda ro'za tutgan, sahobalar ro'za tutgan, ba'zilar ig'iz ochgan, ba'zilar ro'za tutgan, ba'zilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdurrahman ibn Avf chiqqanlar ro'za tutgan, boshqa ro'za tutmagan degandek shunda turli rivoyatlar bor.
Çünkü bu ulamalarning talistasi afdaliyada, ruxsat masalasi emas, afdaliyada bo'ldi. Bu hamda al-aysar val afdal desakmi bir tarafdan shu jalliq ko'rindi. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki kishining birini tanlash bo'lib qolsa, illahtar aysaruma degan bo'g'ashdi. Hanifi mazhabning qarashi oyatda va antasumu khayrul lakum. Ramazonning sharafiga nail bo'lish bir, ikkinchidan galimdan saqit qilish bo'g'ashqa afzal deb qargan. Wa qala sallallohu alayhi vasallam al-musafiru idza aftara rukhsatun wa in sama fa huwa afdal. Bu hadisin bu lafzi aynan kelmagan bo'lsa lekin Sahih Muslimda hiya rukhsa min Allah faman akhadha biha fa hasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alayhi deb shu mazmun kelgan. Sahih Buxoriyda bu shunday kelgan. In shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir. Qala wa law aftara jaza. Günah bo'lmaydi. Ro'za joyida bo'lgan bo'ladi. Ruxsat. Lima talawna ajqurda biz tilovat qilgan oyatga asosan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Shunda fa aftara degan mazmun bor. قال ولو أنشأ السفر في رمضان جاز بالإجماع. Ramazonda safarga chiqsa hamma olimlarning qarashida joiz. İcma müşahede İslam ümmetining icması bo'lishi kerak. Bundan da Hanifi mazhab safar ta'a, safar ma'siya deb ayirmaydi. Shafi'i mazhabda safar ta'a, safar ma'siya deb ayiradi. Safar ma'siyaga ruxsat yo'q deydi. Ramazonda mesela tong otishdan burun kechida safarga chiqib qolsa ruxsat bor. Yani bu shu kechining kunduzda ig'zi ichvasi bilan do'st bo'ldi ruxsat. İkincisi tong otgandan keyin safarga chiqdi. Lekin kechida ro'zasini niyat qilgan. Kecha ro'zasini niyat qilib kunduzi safarga ma'qul qildi. Bunda ixtilof bor. Jumhur ulamolar Hanafi, Maliki, Shafi'i ve İmam Ahmad degan bir rivoyatda jumhur ulamolar kechida niyat qilib kunduzi safar qilgan kishi ro'zasini buzsa bo'lmaydi dedi. Jumhur ulamolar. Onun ruxsat yo'q. Nima uchun desa, bu muqim tug'an chog'da niyat qilib o'tgan. Muqim tug'an chog'da qilgan niyat keyingi safar oldidagi ruxsatdan bahramand bo'lish qarta bu ig'ir bosadi. Undan keyin safar qilgandan keyin ig'zi ichib o'tib qolsa, qazosini qilish lozim bo'ldi. Ana mazhabning ba'zi ulamolari qazo qilishlar emas, bu ro'zani buzib bo'lmaydi degan bo'g'ashqa buzib qolsa qazo qilish bilan birga kaffaratni qildi. İmam Ahmad bir rivoyatda oyatda avvalo safarin degandiki mutlaq kechida niyat qilib kunduzda safarga otlansin qanday bo'lsin u ig'zi ichvasa bo'ladi deb qaraydi. Mushu sal jalliqanda. Chunki oyat unda tafsili bayon qilmagan. Jumhur ulamolar mana farqi buzvasa bo'lmaydi demoqchi. Farq shu. İmam Ahmad buzvasi bo'ldi, chatoq yo'q deydi. İbn Hazm cho Zahiriydan safarga chiqqan chaqdan tatib ro'za bekor qildi. Keyin qazosini qilish lozim. Uchinchi ahvolda kechsa ro'za tutmay, safarga chiqman deb niyat qilib, tong otgandan keyin safarga chiqqan bo'lsa, jumhur ulamolar qazo qiladi deydi. Maliki ulamolar qazosi bilan kaffarat qildi deb qaraydi. Lekin bu ahvolda to'g'risi nima? Biz eng mukammal to'g'ri ish qildi deb qolsak, safarga chiqmay, ro'za tutmay, niyat qilmadan zo'rlik qilmay, bunda qilmay. Chunki safarga chiqish chiqmaslik g'aybiy masala. Cho'qim chiqalamdi, chiqolmamdi, buni bilmaymiz. Ya bir telefon kelib qolsa, kelmanglar deb qolsa, safarga chiqmasligi mumkin. Ya bilet ya aeroplan safar bekor qilindi deb safarga chiqmasligi mumkin. Undan keyin biz to'g'risi oldinlar niyat qilamiz. Niyat qilib ro'za tutamiz. Safarga chiqalsak, xalsak, ig'zi ichsak bo'ldi. Xalsak ig'zi ochmaymiz, desak bo'ldi. Ma'lum puxtiraqindi. Chunki biz niyat qilaversak, keyin buzvasi bo'ldi degan qarashni kuchtab tarjih qilgan bo'ldi. Oyatda tafsili unda bayon qilmagan ekan, lekin niyat qilaveramiz. Safarga chiqmay qolsak-chi, Ramazon tutigadi. Chiqib qolsakmi, xalsak davomlashtiraveramiz. Xalsak buzutimiz. Niyat qilmay kechada, safarga chiqmagan bo'lib qolsa, kun tutaversak. Hanifi mazhabda kun tiklashdan burun qadar niyat qilib bo'ldi. Ramazonni bizim shu ixtiyorda o'tganlar. O'tgan darsni o'qidik-ku. Undan keyin Hanifi mazhabda 11:30 qadar niyat qilsa bo'ldi. Safarga chiqqan chog'da ig'zi ichitishga ruxsat deb qolsak, uyda turib ig'zi ichitishni boshlasa bo'lamdi yoki safarga chiqib
shaharning sirtiga chiqqandan keyin rasmiy yo'lga chiqqandan keyin unda ig'zni chiqtamdo degan masalada jumhur ulamolar shahar sirtiga chiqqandan keyin ig'zni chiqishga ruxsat, uyda o'tirib ig'zni chiqsa bo'lmaydi. Ba'zi sahobalardan kelgan rivoyatda biz hozir yo'lga chiqmoqchi, kiyimga chiqamiz, dasqamni sala tamoq yeyoldi deb safarga otlanishdan burun ig'zni chiqishga ahvol bo'lg'achqa ba'zi ulamolar shunga asoslanib turib shu shaharda o'zining makonidan ayrilmay turib ig'zni chiqishni boshlasa bo'ldi deb qaragan. Lekin jumhur ulamolarning shu to'g'ri, safarga chiqqandan keyin ig'zni chiqishga ruxsat. Qachondan boshlandi bu ig'zni chiqish ruxsat esa, shahardan shunda sirtga chiqib, shaharga tava bino qurilishlar uzilib qolgandan keyin, sayga cho'lga chiqqandan keyin ruxsat deb qaraydi. Endi hozir bu yerda ixtilof bo'lgan o'rinni bayon qildi. Va in safara ba'da tulu'il fajr la yuftiru zalika al-yawm. Kechsi niyat qilgan, shunama niyat qilib, tong otgandan keyin kunduzi safarga chiqsa, u kunni buzasa bo'lmaydi. Li'annahu lazimahu sawmuhu. Chunki niyat qilish bilan u ro'zani tutish boshlangan. Idwa muqimun. Chunki u muqim holatda niyat qilgan. Fala yubtiluhu bi ixtiyari. Endi buni buzutish masalasiga kelsak, biz o'tgan kidasda bandaning ixtiyori bilan buzutish Alloh taolaning kasallik ato qilishi bilan buzutish deb ikkini ayirgan. O'zining ixtiyori bilan buzutish qilsa qasdlik bo'ladi, qado va kaffara keladi degan. Hanifiy mazhab mushundimi munda dedi buni. Fala yubtiluhu bi ixtiyari. Niyat qilib bo'lgan ekan, bu o'z ixtiyori bilan gachib buzasi bo'lmaydi. Fayn aftara sabar qilgandan keyin men musafirga deb buzutib qolsa, fa alayhi al-qada'u wal kaffara. Qazami keladi, kaffaratni keladi. Lekin mushu kaffaratni keladi degan masalada Hanifiy mazhab ulamolar o'tirdi ixtilof bor. Kaffarat keladi degan qarash Imom Saraxsiyning yoki Hidoyada i'timod qilgan qarash shu. Kaffarat kelmaydi degan qarash Hanifiy mazhabdagi ba'zi ulamolarningki tarjih qildi. Lekin unda ixtiyorda mushuni hisoblab qaradi. Hidoyada mushuni hisoblab qaraydi. Kaffarat keladi degan. Chunki bu qasdan buzutga hisobda. Bixilaf ma idza marida. Degan masalan kasal bo'lib qolsa, hayz kelib qolsa, buni o'xshamaydi. Chunki bu Alloh taolo tarafidan kelgan bir ahvol sababidan buzutish dedi. لأن الأدر جاء من قبل صاحب الحق قال فإن مات على حالهما لا شيء عليهما مسافر ولن مريض كيلان أشهالتدا ölüp ketip qalsa o işkeylenge hiç qanda bir narsa kelmaydi o. Bo'ldi ketdi. Gadini bir narsa qolgan hisobda emas. Mata yani al-marid wal musafir demek. Ala halima yani al-marad ve safar. La şey alayma yani qaza qilishmi yo'q, kaffaratmi yo'q, vasiyat qilishing lozim degan gapmi yo'q dedi. Liannahu ta'ala awjaba alayhima siyama iddatin min ayyamin ukhar. Çünkü Allah Teala o ikisiga Ramazandan keyin tutanmagan kunning soni bo'yicha bir necha kun qazosini tutishni buyurgan. Wala mudrikaha va ayyam uxarga erishmay, yetmay o'lib ketdi. ولأن المرض والسفر لما كان عذرا في إسقاط الأداء دفعا للحرج فلأن يكون الموت عذرا في إسقاط القضاء أولى. Yani kesellik bilan safar qilish vaqtida ado qilishni gadindan saqib qilishda bir uzr hisoblangan bo'lg'achqa, chunki buni qiyinchilik bor. Kesal va musafir qiynalib qoldi deb shunda ruxsat bo'lg'achqa, kesellik bilan safar ado qilishni tushirishda uzrlik yaragan bo'lsa, o'lam o kesellik bilan safardan kuchli qoldi bu. O'lam uningdan ojiz bo'lgan qazoni gadini tushirishga yaraydi albatta. Çünkü bu qazo qilish degan bir fara ala xilafil asl istisno holatda bo'lgan narsa. Ammo ado degan asli hukm. Asli hukmni to'sab qo'ya olgan yerda farani albatta to'sab qo'ya oladi. Uning ustiga to'sab qo'yilgan narsa ma'ulan kuchliroq. Qala va in sahha aw aqama. Bu lafzun nashr azam. Va in sahha
المريض أو أقام المسافر مشهد بعد رمضان ديان سوز مقدر باكم شنو داش آيات ما أفطر ديان مقدر قلدقوا مشهد ما بعد رمضان دياننا مقدر قلمس رمضان لكن رمضان إشده ساقية يا كي جتده مقام تربق أسكن داود شو رمضان yaşavatkan küllerinin rozusunu tutuşu lazım. Ramazan'dan keyin saqayıp qalsa, yutuq kep qalsa, aşu safar ve kesillik altı tutanmagan küllerinin rozusunu tutuş kerak. Lazimahumal qada'u bi qadrihi. Neç gün tutanmagan bolsa kesillik ve safar altıda şunun qazasını tutuluşı lazım. Li'annahuma bidhalkal qadri adraka iddatan min ayyam ukhra. Çünkü Ramazan'dan keyin yaşagan boğaçqa şu kunlar şu iddamin ayyamni uxar buludu. Ramazan'dan keyin qaza qilish kurstiga erishgan buludu. Qala va yusiyan bil it'am. Ana shu va yusiyan bil it'am degan abzas başlanishdan burun o'sha bir jumla tushib qolganda qildi. Sizlarga o'xshashmi? O'xshash. Sizning kitobda bu çıkan cümle qanday bo'lish kerak? Ve illam yaqdiya hatta mata lazimahumal isa'u bihi. Ramazan chiqib bo'lgandan keyin bular Shavvol bir oy yashadi. Shavvol bir oy yashab, Shavvolning oxirida o'lib ketdimi? Bu bir oy hozir tutadigan iddamin ayyam uxar tutadigan holat fursatni qo'ldan beribdi. Gerdenge düştü degan gap bor. Lekin bu Shavvolda tutmagan holatda bular qanday qilish lozim? Buni Ramazonni tutmagan 5 kun yo 10 kun ro'zam bordi. Men o'lib ketib qolsam o'rnimda tutib qo'yinglar bolalarim deb vasiyat qilishi lozim dedi. O'lashdan burun qildi vasiyatni. O'lgandan keyin emas. Endi yerda vayusiyani bil it'am dedi. Agar qazo qila olsa nima shu vasiyat qildi? Yani demek ki onu kaza kılmay ötküzüp varsa anda vayusiyani deymiz. Şunu ya bir cümle çıkargan deyişinin sebebi şu. Kaza kılışı lazım. Neç gün tutanmagan bolsa kaza kılmay sel qarab ötküzüş için vesiyet kılış lazım. Qala vayusiyani bil it'ami anhuma likulli yawmin miskinan kel fitra. Bundan ki bunu kaza kılmadı. Kaza kılmay Üleş aldı da tutanmagan roza istiklidir ama bendelerinin kazları, muamele işleri, mühim işler istiklidir olurken Allah'ın karzı bağ geldiğinde de şunu perzentlerine tabılışı lazım. Balam bunun tutanmagan 10 gün rozan bağ bunun ornunda tututun ya ki tamak kurutun dediğin bir vesiyet kılıyordu. Yani aslında vesiyet kılışı vacip değil. Enbiyada nim bilan vasiyat qildi degan bir savol chiqdi. Nimani vasiyat qildi? Yani bir mazhabda yusiyani bil it'am. Ba'zi ulamoning qarashlari o'xshamaydi. Yani bir mazhabda va jumhur ulamolar fidi berib qo'ying deb vasiyat qildi. Ro'za tutib qo'ying deb vasiyat qilmaydi. Wa yusiyani bil it'ami anhuma likulli yawmin miskinan kal fitra. Her bir kunga bir miskinga osh berishni topilib vasiyat qiladi. Kal fitra xuddi sadaqatul fitrda biz bug'doydan yarim sa, boshqasidan bir sa birdi degan shu miqdorda berdi. Yoki o'shaning qimmatini berdi. Bu yerda hozir shu fidyaning miqdorini bayon qilyapti. Kal fitrada. Nima uchun vasiyat qildi bo'lsa, chunki bular o'lash oldi sakrat tushib qolgan holatda ro'za tutamdi, tutammaydi. Endi o bir ay saq yaşagan vaqtini aql qaytaranmaydi. Bundan ekan bu kimga o'xshab qoldi? Shayxul Faniga o'xshash. Bu sog'lomlik holati qaytarmaydi odamlar. Bo'ldi fursatga ro'za fursatga qo'ldan ketgan. Bundan ekan fidya berish kerak demakchi. Bundan ekan ash oyatning mazmuni bo'yicha ish qiladi degandek bir nim bor. Qallallazina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Navanken nimaga vasiyat qildi bo'lsa, her bir kunga qarta bug'doydan yarim sa, uningdan boshqa narsadan bir sa berishga vasiyat qildi. Bu vasiyat boshqa kishi haqida vojibdir. Undan keyin buni o'lib ketgandan keyin varislari mirosninki 3dan 1 doirasida
berib qo'ysa bo'ldi. لأنه وجب عليهما صومه بإدراك العدة. Çünkü Ramazandan keyin Şavval ayini bir oy yaşagan çağda ular qazosini qilish vojib bo'lgan bo'lgan. Shu kunlar yashayolgan ekan, shu kunlar yetgan ekan. Va illam yusiya la yajibu alal warathati al-it'am. Agar vasiyat qilmasa, mirosxo'rlari u tuqqunning haqqida fidya berib qo'yishi vojib emas. Uning unda majburiyati yo'q. لأنها عبادة. Çünkü bu bir ibadet. فلا تؤدى إلا بأمره. Şunun bir niyeti ve şunun bir buyruğu olsa onun icra kılındı. İnnemel a'malu bin niyat. O xiyal yok. Niyet mi kılmagan, vesiyet mi kılma öyle adamı başkadan onun ibadet koyduğu iş yok demek için. Ve in fa'alu caza. Eğer bu üzlükiden indi, fedakarlık kılıp fidye berib qo'ysa mayli bo'pti. Yani bu tabarru hisobida. Ve yekunu lahu thawab zalik. Bunun savabı yetidi. Aşının namında sadaqa qilib qo'ygandek bir ish savabı yetidi demakchi. Ve yekunu lahu yani lil mayyit thawab zalik. Yani yasilu thawabuhu lahu. İmam Şafii'nin mazhabıdimi? İmam Şafii'nin al-qawlul jadid bunun da it'am bilan vasiyat qildi. Vasiyat qilmay ketgan bo'lsa, it'am fidya berib qo'ydi, ro'za tutmaydi deydi. Lekin Imom Shafiy bu bir qarz. Ash mayitninki qarzi. Haqqulloh, haqqul abdi bo'lsa hammiz duyun. Undan keyin buni vasiyat dairasi emas, duyun hisobida min jami'at tarika. Aldidan mayitni yuk taraf yerligini qo'ydik. Undan keyin qarz bormi? Diyen çağda Allah'ın qazi, bandalarning qazi deb mirosdan chiqarib, undan keyin vasiyat dairasi ko'tarib, undan keyin taqsim qilish o'timiz deydi. Yani bu mazhab bilan Shafiy mazhabining qarashi valisi ro'za tutmaydi buning uchun. Fidya berib qo'ydi, lekin Hanafi mazhabda bu vasiyat dairasi bo'lg'achqa fi hudud thuluth, Shafiy mazhabda min jami' at-tarika, li'annahu diyun. Seydiz kelgan tursa. Seydiz var. Haj ibadet maliye ve bedeniye. Bu Ramazan ibadet bedeniye. Deb namaz o'qishdi. Namaz o'qishdi. Buni shu masalada Seydiz kelgan. Muttafaqun alayhi desin kuchi. Yoki bir ikkisi muttafaqun alayhi qolgan Sahih Muslimga kelgan 3-4 hadis kelgan. Rus bo'lmaydi deganmi? Ben muttafaqun alayhi dedik. Vasiyat qilmasimi? Vasiyat qilmasimi? Hanafi mazhabda va jumhur ulamolar ro'za tutib qo'ysa bo'lmaydi deydi. Lekin sahih hadisda mesela Bukhari hadisda men mata ve aleyhi siyamun sama anhu veliyuhu muttafaqun aleyh. Yani onun başka hadisda mesela benim anam geldiğinde bir ay kaza tutuğa ro'za balet ölüp ketken onun o'rnida ro'za tutib qo'ysam bo'lamdi desa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Anamızdan qazi bo'lsa to'lab qo'ysangiz bo'lamdi bo'ldi. Undan keyin fadaynullohi ahqqa yuqda degandek hadisda chiquvchi bor. Bazı həcildən birli soğan, bazı həcildən ayrım soğan əhvallar. Şuna, müşində hədisi boğaçqa, əhli hədis, meyitinin ornunda tuqqalları ro'za tutib qo'ysa bo'ldi deb qaraydi. Yani, bu nima iborat? Kim qazosini qila oladigan muddat yashab, shunda kunlarga yetib yashab tutmagan bo'lsa, valisi tutib qo'ysa bo'ldi. U o'lgandan keyin mirosxo'rlari yo tuqqanlari tutib qo'ysa bo'ldi deydi. İmam Shafii'ninki ko'ni qarashimi shu. Lekin hamda İmam Shafii'ninki aslida degan shu so'z bo'lsa-mu, keyin Misr kelgandan keyin al-qawlul jadid deymiz o. Qawlul jadidda jumhur bilan birga ro'za tutib qo'yish bo'lmaydi deb u burun qarashdi yangan. Yangan bo'lsa İmam Navaviy masalan İmam Bayhaqidek ulamalar yok imamımız idâ sahhal hadîsu fehuve mezhebi degan
Bu sözge asasen bu hadis sahih bo'lgandikan, mush Imom Shafiy imomimizningki mazhabi mush bo'ldi deb, egilib mush mazhabi deb turib olgan. Albatta Imom Shafiy o'zi ya ro'zasi bo'lmaydi degan. Bu Imom Shafiy hadisning sahihligini bilmay qilib, ya xavosiz qilib bo'lgash emas. Lekin bu ijtihodi. Jumhur ulamolar o'zini boshqa tushungan buni. Bunun başqa da İmam Shafiy, Ahli Hadis, Abu Thawr, Layth, albatta Zahiriydan var. Bular zada vacib ro'za bo'lib qolsa, tuta oladigan fursat bo'lib, qazo qilish fursati bo'lib, qazo qilmay o'lib ketsa, valisi tutib qo'yish bo'ldi degan. Shu hadislarga asosli. Zahiriylar bilan Layth valisi tutib qo'yish vacib degan. İmam Shafi'ninki qadim sözde mustahab yoki ro'za tutishidan fidya berib qo'yish birisini tanlash mustahab degan. Lekin bular mush ahli hadis Imam Shafi'ning ko'ni qarashidagi Zahiriyning mushlarning hammasi mush samanu valiyu degan. Bu validin maqsad nima? To'g'ri so'rashib qolgan. Ba'zilar yaqin tuqqani bo'lsa bo'ldi. Ba'zilar mirosga tuqqani bo'lishi lozim. Ba'zida asabi bo'lish lozim degan. Lekin yat bir odam tutib qo'yishi, ma ustozimda yoki og'aynimda tutib qo'yishi desa, ya ay valisi ruxsat qilsa bo'ladi, yat odam tutib qo'yish bo'lmaydi. Undan keyin yat odam valining ruxsatiga qarab tutib qo'yish bo'lmaydi deganda islom ummati ijmo qilgandek bir ahvol. Yana birisi fursat bo'lmay o'lib ketib qolsa qazo qilishga bo'ldi ketdi. Bu vasiyat qilish yo valis tutib qo'yish degan gap yo'q. O'lgan odamning gadini bir narsa hammom bo'ldi. Navga ikki ittifoq o'rni bor. Ixtilof bo'lib qolgan o'rin imkoniyati bor bo'lib, qazosini qilmay o'lib ketib qolsa, valisi ro'za tutib qo'yamdi, qo'ymamdi. Yuqorida bir qarashni bayon qildik-ku, Imom Shafiy va ahli hadis va Zahiriyning. Ikkinchi qarash meyitga valisi har bir kunga bir mud buğday fidya berib qo'ydi, lekin vasiyat qilgan ahvolda. Bu Zuhriyning, Imom Malikning, Shafi'iyning yan qarashi. Yana bir qarashda yut'amu kulli yawmin nisf sa' Sufyan Thawriyning. Yana bir qarashda yut'amu kulli yawm nisf sa' min al-burr wa sa'an min ghayrihi in awsa. Mana bu Hanafi mazhabining qarashi. Vasiyat qilgan taqdirda buğdaydan yarım sa', boshqasidan bir sa' fidya berib qo'ydi. Lekin ro'za tutib qolsa hisob bo'lmaydi. Eğer vasiyat qilmoqchi fidya bermisin bo'ldi, bermaydi. Bir oy deb qolsa mayli o'zining tabarru'i savdo. 5-qarashda Ramazonning tutanmagan qazosi bilan nazri ya kaffaratga o'xshash vojib ro'zani ayiramiz deb qaraydi. Undan keyin nazr va kaffarat ro'zlari bo'lsa valisi tutib qo'ydi. Ramazonning ro'zasi bo'lib qolsa, Ramazonning qazosi qilib qolgan bo'lsa, valisi tutib qo'yish bo'lmaydi. Fidya berdi degan. Bu Imom Ahmadning qarashi. Imom Ahmadning va Ishoqning qarashi. Ahli hadisda Imom Ahmadda Ishoqni ba'zi ma'lumotlar ahvol bor. Bunda qarasanglar, jumhur ulamolar hozir, jumhur asayidisni ummati. Jumhur asayidisni ummati. Bular ya fidya berdi, o'z gap yo'q deb qaradi. Bunun hayalini her mazhabning o'zining mazhabiga ko'rsatgan dalillari va qarashlaridagi raddiyalar var. Buni tafsili ham bahs qilib o'taylik deb qolsak, Hanafi mazhab mushu mazmunda sahoba ikramlardan kelgan rivoyatlarga tayanadi. Mesela İbn Umar, İbn Abbas, Ayşe radhiyallohu anhalardan tamoq berdi, fidya berdi degan mazmunda bayonlar sahih sanadidan kelgan. Sahabenin içinde muşulunun karşısında zıt kılgan başka sahabeden gelgen rivayet yok. Bundan ki bular neydi o? Aşı sahih hadisler mensuh ikenliki bu sahabega ayan bo'lg'achqa, sahabalar o sahih hadisdan almay ro'zasi bo'lmaydi deb it'am berish kerak deb qargan. Bo'lmasa bu sahabaninki sahih hadisni bilib turib uning amal qilmay o'zining ra'yi bo'yicha it'am berdi deyish mumkin emas. Sahih hadisni tashlab o'zining ra'yi bo'yicha qilish mumkin emas. Bu nimani bildirdi? Cho'qim hadis mansub qilib ketgan. Bu sahabe kiramdan qanday kelgan desa, masalan, la yusalli ahadun an ahad va la yasumu ahadun an ahad va lakin yut'imu anhu deb kelgan. İbn Abbas'dan keldi, İbn Umar'dan keldi, Hazrat Ayşe'dan keldi. İkinci nokta
Hanifi mazhabiningki hadislarga qarata tutgan bir qoidasi bor. Bir sahaba bir hadisni rivoyat qilib, keyin uning boshqacha fatvo bergan ahvolda fatvosi kuchiga hadisdan olmaymiz. Chunki bu sahaba ashuning mansub ekanligiga, uni boshqacha tushunish kerakligini bilgan bo'lg'achqa, shunga menda boshqasini qilgan deb javob berdi. Çoğası Hazreti Ayşe'den keldi şu men mata ve aleyhi siyamun saman hualiyu degan hadis Hazreti Ayşe rivayet qilgan muttafaqun alayhi hadis. Endi İmam Tahavi Hazreti Ayşe'den rivayet qildi an Amrata bint Abdurrahman qalat qultu li Aishata inna ummi tufiyat wa alayha siyam Ramadan ayasluhu an aqdi anha faqalat la ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك degan. Bundan ki Hazreti Ayşe'ninki manda da fatva berişi çoxum hadisning mansub ekanligini ko'rsatdi debşen. İbn Abbas'dan bu aşında fedeynullahi haqqa yuqda degan sayyidisi keldi-ku. Yana İbn Abbas'tan İmam Nesai rivayet la yusalli ahadun an ahad ve la yasum ahadun an ahad deb aniq saysanatdan kelgan. İbn Umar bin shunda kelgan. Nolken bunu shunda o'shanda yana namoz qiyos qildi. La yusalli ahadun an ahad. Nolken fakadalika la yasum ahadun an ahadan. Nima uchun har ikkisi ibodat badaniya. Bundan boshqa İmam Ahmad bu mamda o'zining o'zi bo'yicha tushunishini bayon qilgan. İmam Ahmad shu man mata alayhi siyamun saman waliyu degan hadisni sanadga qarta gap qilgan. Ubaydullah ibn Ja'far an Muhammad ibn Ja'far an Urwata an Aisha radhiyallohu anha degan aysan qarta Ubaydullah ibn Ja'fardan so'ralgan chog'da ravi to'g'ri so'ralgan chog'da faqala laysa bi mahfuz va hada min qibali Ubaydullah ibn Ja'far va huwa munkarul hadith degan. Lekin agar sanadga mo isbotdi ba'zi imomlar ahli hadisdan ba'zi imomlar sanadga mo isbotdi. Undan boshqa oyatlarga zid kelgan ahol bor edi. Oyatlar masalan ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى degandek oyatlarga zid keladi. Hamma odam o'zi qilgan bo'lsa, boshqadan ro'zib qo'ysa, hisob bo'lmaydigan ma'noda demakchi. Yana bir tarafdan hadisning matnida ibtirob bor deb e'tiroz bildirganlar. Shu tuqqani ro'zib qo'yish bo'ldi degan hadisning ba'zi oyatlarda inshoat deb bir ziyoda kelib qolgan. Ba'zida haj to'g'riliq so'ralgan, ba'zida ro'z to'g'riliq so'ralgan yoki haj bilan ro'z to'g'riliq bilan so'ralgan deb hadisning matni har xil kelib qolgan dedi. Ammo hadisning matni har xil kelib qolsa, har xil vaqalar bo'lsa zin yo'qmi? Ama İmam Malikmi o'zining qoidasi bo'yicha e'tiroz bildirgan hadisga. Bu ahli Madinaning amaliga xilof. İmam Malikning zamonida ilgariki fuqaha sab'a deymiz masalan. Yoki Madinada yashagan tabi'inlar undan keyingi ulamolar unda qaramaydi. Nolkin hadisni olmaymiz dedi. Ham natija xulosaba kelsak, jumhur ulamolar Maliki, Hanafi, Hanbali va Imom Shafi'ning shu jadid qarashi, yani 4 mazhab ulamolar hammasi hadisni olmaymiz, ashablarning kelgan fatvo bo'yicha ish qilamiz deb qaragan. Ashab kiramning ijmo'i hisoblandimi shu? Chunki uning qarashi emasdan ro'z tutishing lozim, fidya bersan bo'lmaydigan yana bir sahobadan bir boshqa qarash kelmagan. Endi bu mazhab ashab kiramlarning maqomiga loyiq keldigini hadisni mansub deb tushunishlar. Bo'lmasa ashab kiramlar hadis tutsa, uni cho'ritib o'zining ra'yi bo'yicha ish tutgan deya berib qolamiz deb mansub deb tushundik. Hadisni mansub deb tushunishning o'zi hadisga xilof ish qildi degan gap bo'lmaydi. Yani hadis bo'yicha ish qildi, hadisni muvofiq tushundi degan gap, yoki tarjih qildi, yo tavfiq qildi degan bo'ldi. Bu hamda buna qarasanglar hayron qolasiz. Muttafaqun alayhi 3 hadis bor. Sahih Muslimda ana kuchaytirgan jami 4 ga yaqin aslında sahih hadislar bor turib, 4 mazhab imomi jumhur ulamo bu hadisni olmadi. Bundan keyin bu nimani ko'rsatdi? Bu hadisni aynan shu zoir bo'yicha
tushunmaslik degan gap. Sahobalar shunday ammagan, mujtahid imomlar ammagan degan ekan, bu biroz hamda fuqaroning kelmasini eg'irlashtirdi. Lekin ba'zi ularning Imom Navoiydak, masalan, Bayhaqidagi ularning sayyidiz bor. Shuni olamiz, mansubimiz deb qarab. Nas hadisning bizga rivoyat qilib bermagan bilan ashab-ı kiramlar Rasulullohdan anglagan ekan, keyin birisi so'gan chaqda Rasulullohning kimki fatvosi bo'yicha bo'limi siz it'am birisiz, fidya birisiz deb fatvo bergan. Shunda hadisni fatvo bo'yicha mansub demasakmi, shu ashab-ı kiramlarning kelgan rivoyatlar bu hadisning mansubligini ko'rsatadi deb buni tushundim. Bo'lmasam bu qanday qoldi? Rasululloh bir hukmni bayon qilsa, sahobalar so'tkiliblar, beka bu deblar o'zining nimasi bo'yicha beka qiliblar, ketaverganda dinni mana burmulablar, bundan manganda qilib. Sahoba kiramlar dinni burmulamda cho'qim Rasulullohdan o'rinda tushungan. Hazrat Oysha, Ibn Abbos, Ibn Umar bular shu Rasulullohning atrofidan ayrimlar yo'qlab yurgan sahobalar. Bunisi sahobadan boshqa qarashda bo'lgan, yo ruz tutdi o'lisa degan qarashda bir rivoyat kelmabdi. Lekin bu fuqarolarningki shunda tushunishini to'g'ri tushunsak. Shunda to'g'ri ko'ngil xotirjam bo'lganlar, yo sayyid tutimiz deb o'lisa ruz qo'ysa bo'lsa. İxtiyor. Qalsa ma fuqarolarning bo'yicha tushunsin. Bu hadisni tushunishga munosabatlik. O'zlariga adam tarjih qilish kerak bo'lib qolsa, hammadan o'zingni tarjih qilsam bo'ladi. Men qasimchisi bo'ldi deb qarayman. Ijtihod, ishqilishning nimasi bor. Lekin mana Hanifiy mazhabining qarashida diqqat qilsanglar, ro'z tutib qolsa bekor. Bu adamning gapida ana shuni qaz qiladi deydi. Et'an qilsa undan chiqib ketadi deydi. Vasiyat qilib keyin saqib qoldi yoki o'zi masalan tutolmaydiganda fidya berib bo'lib, og'ir kasal bo'lganda saqaymaysiz desa fidya berib o'zi tutishim unda. Yoki vasiyat qildi fidya berib qo'yganlar o'lkasinda. Qiyondan keyin g'atchi saqib qolsa, bergan fidyasi vasiyat bekor bo'ldi. Bergan fidyasi sadaqa hisoblanib, u qazosini tutishi vojib bo'ldi. Beş yolcusuna tutamam olsam, bu tutamam üstüne tutamam yerlerden bahsetmesin. 5 buldu. Bir kundan tutası buldu. Bir adamdan tutuş gerek emas buni. Tutalları 5 aydan, bir kundan 5 oğlu olsa bir kundan tutası buldu. Ya Ramazan'da bir hesaplam bir ay tutamam olsa tutası buldu. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو أنفسهما أفطرتا وقضتا لا غير. Hamildar ayol va balini turgan ayol, buningdan bir qiyinchilik bor. Japa, qiyinchilik, ahvollar bor. Shunga bunda bir azobchilik ruxsat kelgan. O'ziga men ro'z tutsam ig'riya bo'lgan ekan, japadat qolgan, maqsinib qolgan deb ensirsin, men og'rib qolaman deb o'zidan ensirsin yoki doktorlar deydi masalan ig'riya ayol uzun muddat tamoq yemaydi bo'lsa, qiziqli bola och qoladi deb. Yoki bola och qolib tan salomatligiga ta'sir etadi deb ensirib qolsa, har ikki ahvolda ro'z tutmaslikka ruxsat bor. Bu ahvolda nima qilish kerak? Shu qazosini qilsam bo'ldi. Bir kun o'rniga bir kun ro'za tutsa bo'ldi. Qiyasan alal marid kasalga o'xshatib. Val jami'u daf'ul haraj va darar. Bu har ikki ahvolda kasal masalasida hamil bo'lmurda ahvoldami? Tizimli qolmasin, ziyon uchirmasin deyishdan iborat. Bunda bir o'rtaqlik bor. Sahih Buxoriyda وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. ما سلفتن كاجن رواية. Yani bir mezhebimde bu qarashda salafi bor. Yani burada kafaret yok demekçi. Qadata la gayri. Kafaret kelmaydi demekçi. قال والشيخ الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم. Ro'z tutolmaydigan, yashinib qolgan bir bo'y bo'lib qolsa,
Qari kishi endi 75 yosh, 85 yosh, 90 yoshga kirib qolgandek mana bo'lib qolib, endi bundan keyin badan bak ajrab ketgan ekan, ro'za tutolmaydi. Bundan keyin endi mag'dub paydo bo'lib yashirib ketishi notayin. Shunami? Mumkin emas qoldi. Ajizlaydi, bundan yaxshi ketmaydi. La yaqdiru ala sawm yuftiru va yut'im. Buning ham ig'za chekishga ruxsat. Ro'za tutmasa ruxsat. Lekin bu fidya berdi va yut'imu an kulli yawmin nisf sa'an min bir demakchi. Li'annahu ajiz, chunki ro'za tutolmaydi. Va la yurja lahu al-qada. Qazosini qilib oladi deganga bunikin texim mag'lublanib ketishi notayin. Umid yo'q unda. Fantaqala farduhu ila al-it'am. Ro'za tutish degan mumkin bo'lmaydigan bo'lg'achqa, ro'za tutish imkoniyati yo'q degan bo'lg'achqa, ro'za tutishdan tamoq berish, fidya berishga yo'tkiladi buning qarasi. Kelmaydi. Xuddi o'lib ketgan kishi. O'lib ketgan kishining ro'za tutish mumkin emas. Undan keyin biz ajqirda fidya berdi dedik, ro'za tutdi dedik. Vali qo'ysa bo'lmaydi dedik. Undan keyin buni tamoq yo'tkildi. Qo'ysa bo'ladi degan kasb bo'ladi. Yo'q. Kirish kerak bo'lgan ish nimaga yo'tkilib ketdi? Tamoq berishga yo'tkilib ketdi. Ro'za senga mavjud emas edi. Sahih Buxoriyda Hasan al-Ibrahim yuqorqi asarning oyog'ida va amma shayxul kabir idza lam yutq as-siyama faqad at'ama Anas ba'dama kabira aman aw amayn kull yawmin miskinan khubzan wa lahma wa aftara. Bu Sahih Buxoriy rivoyat. Ana Hazrat Anasdan Hasan al-Ibrahimlar rivoyat qildi. Yaşın tavancağı da Hazreti Anas 1 yıl ya 2 yıl fidye verip yaşattıkken Ramazan'da. Lekin fidyam sa'min bor nisf sa' demay xubz va lahm go'sht yeyizganga. Yani bu cho'qim sa'min bor degan gap shart emasligini bildirdi. Shunami? Masalan, sahoba go'sht beribdi, sho'r pishirib turibdi, kabob pishirib turibdi. Xuddi bu ixrojli qiyma deganga dalil bo'lgandek turibdi. وقد قيل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية أي لا يطيقونه مش هذا وعلى الذين يطيقونه فدية مش أيضا تفسير ده روز برداشت برميدغالله فديباسون فديباش واجب ده تفسير قلنا ده يعني يطيقونه aldı da لا يطيقونه diyen bir la barmış. Başka ayette mi şuna kilidi? Ya yutiquna degan tasdi chidaydigan, tas bardash qiladigan. Bardash qiladigan degan ma'no bo'lsa-mu, aran bardash qiladigan, ya bardash qilish bir tasdigan degan mazmun. Bu Imom al-Mufassirin Ibn Abbosning kelgan qarash. Qala va man junna ash-shahra kullahu fala qada alayh. Bir oy butun sarang'lab qolsa, ya'ni shahr nishada Ramazon oyi. To'liq bir oy sarang'lab ketib qolsa, fala qada alayh. U endi Ramazon bir oyda sarang bo'lgandan keyin Ramazonning qazosini qilmasimi? Xuddi Ramazon tugadan vojib bo'lmagandek unga. Li'annahu lam yashhad ash-shahra. Ramazon oyini bu muqim va aqil va sahih holatda shuhud qilmadi. Yaşamadı demekçi. Ve o sebep inşallah sebebul vücub. Yani bu mazhabda sebebul vücub ne? Eş-şehr de baktı, yevm de baktı. El-yevm dûne layali dedi. Yani yevm bilen şehrin oturdu kaldı. Bazı alimler yani bir bütün kaldı, bazı alimler her gün ayrım parçalıp karga. Ya da eş-şehr dedi. Liyannahu gayri muhatap. Ama Ramazan'a kirgen çağda bu muhatap alet emas. Yani teklif bilen hitap kılıngan alet emas. Ehliyet olup emas demekçi. Ve lihada yasir muvallayan aleyhi. Şu sebepten bu muhatap bulmagaçka, ehliye nakısa bolgaçka, bununla başka adamla ilgi olup durdu. Bunun karab durdu deydi. Yani birisi tapşırmaz tağısı ya aksi, bunun da havalıdı. Çıkımını kıpırdı, pulunu hayzap koydu, bakıdı bunu. Nüçünse li kusuril ehliye. Yani bu şuhud-i şehr meselesinde, yani bu mazhabda Ramazan'dan bir parçasını şunda sakalette yaşayandıklar, aşı bir ay ro'za vacib buldu ittifaq. Tamam şeyler mümkün şehr, şu Ramazan ayında şunda birinci günü bu sakmette sak. Bundan onken bütün bir ayını ro'za vacib dedi. Bu ayını bir bütün bundan bir de muamele kılıyordu. İmam Sarakhsi'nin qilg'ini mu shu. Yani Dabbusi, Fakhrul Islam, Abul Yusr bular al-ayyam dun al-layali. Amni parchalab
Al-ayyam şu kunduzi ro'za tutgan chaq shu. Nonki kunduzi ro'za tutgan bir chaqda shu azroq yashab qolsa, shu aqlolatda bu bir butun Ramazon ro'za tutish vojib bo'ladi deb qaraydi. Endi har bir kunning masalan qachilisimi bir kun kunduzdan 1 soat shunda aqlolatda yashab qolsa, shu odam keyin salom o'zimi shu kuni ro'za tutish vojib. Agar u kun tutmagan bo'lsa, boshqa kun qazosini qiladi. Yani bir parçalab qarash va bir butun qarash bor bu mazhabda. Bu talashlarning mevzusi Ramazonning birinchi kechasi kunduz kelmadi taqa, ro'zga vaqt kirmadi. Birinchi kechasi bu aql ekan. Tong'atishdan burun salom olib qoldi. Shu bir oy shunda alam chiqatdi Ramazon. Hayit qadar bu salom oldimi? Endi hayit kirgan chaqda o'ngshildi. Undan keyin ash-shahr sababi vujub bu shuhud ash-shahr deb qolsa, bundaydi. Ramazonning tava bir kechikchigan chaqda o'ngitdi bu. Undan keyin bir butun Ramazonning qazosini qildi dedi. Farq shu. Boshqa ulamolarning qarashi bo'yicha, yo'q, u Ramazonni qazo qilmaydi. Chunki Ramazonning kunduzdan bir parchasida bu o'ng holat emasdi. Masalan, Ramazon o'ttirda 15-kun kechdi, o'ngshilib qoldi bu. Keyin yana salom oldi. Bunda desak bu Saraqsinimizda yoki Anadolu'ning qarashida bir butun Ramazonni qazo qilish lozim. Chunki Ramazonning bir qismida bu shuhud shahr bo'ldi. Ma kunduzni hisoblaymiz, har bir kunduzni hisoblab kechini chiqaratamiz deydiganlar. Bunda bu kechida nima bo'ldi buningla munosabatsiz. Kunduzi shu bir soat o'ngshilgan bo'lsa-da Ramazon tutish vojib dedi. Bu kechsi bo'lgan ekan butun Ramazonni qazo qilmaydi deydi. Oxirida o'ngshilib qolgan bo'lsin shunda. Bir butun oy vojib bo'lib ketdi. Oy bo'lib qolgan. Kaman shayda minkum shahr. Aql chaqda Ramazonning 1 soatini yashadimi, yashamadimi? Yashadi. Shayda shahr, shayda. Undan keyin falyasum zalika shahr. Agar uni qo'ldan ketkazayotgan kun bo'lib qolsa, qazosini qildi deb bunda tushundi. Ya Hanafi mazhabiniki o'sha mazhab qarashi, mazhabga vakillik qilgan qarash. Boshqalar kecha bilan kunduzni ayirdi. Ya'ni Hanafi mazhabiga ba'zi ulamolar kecha bilan kunduzni ayirdi. Wa in afaqa ba'dahu qada ma fatahu. Mushu Hanafi mazhabining bir oyda bir butun qaragan qarashi bo'yicha shu Ramazon qaysi bir kunda yo kunduzi, kechasi o'xshash, qaysi bir oy ichida 1 soat aql uchun deb qolsa, shu bir butun Ramazonni qazo qilish lozim. Ramazon o'tirsin, oxirgi kuni kun petishdan burun bo'lsin, bir oyni qazo qiladi. Li'annahu shahida shahr. Li'anna al-murad min qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahr. Chunki Alloh taolaning shu oyatidan maqsad shuhud ba'dihi dedi. Faman shahida minkum ash-shahr degan bundan maqsad ash-shahr kullu. Bu bir oy butun yashab bo'lgandan keyin ondan shu oyni ro'za vojib dengab emas. Shu oyning shunda bir qismi shunda yashagandikinlar shu oyning ro'za vojib dengab. Li'annahu law arada shuhuda kullihi. Chunki bir oyni to'liq yashab qolsang shu oy ro'za lozim degan natija chiqdi. G'alati bir mazmun chiqib qoldi. Lawaqa sawmu ba'dahu. Ramazonni to'liq yashabsan, Ramazonni bir oy yashab bo'lgandan keyin, sen Ramazonni to'liq yashadan, endi bir oy ro'za tutsa deb Ramazondan keyin ro'za tutishni boshlash lozim bo'lib qoldi dedi. Va annahu xilaful ijma'. Biz ijma'an Ramazonni ro'za tutish lozim dedik. Ramazon ketganiga ro'za tutib demidik dedi. Yani men shahida shahra kullahu falyasum ba'da dalik degandek mazmun chiqib qoldi. Bu xato. Lekin Ramazonning shunda bir uchini ko'rgan, yashagan, sahih muqim bo'lib qolsa, Ramazonni boshlaysa degan gap ma'lum. Qala va in ughmiya alayhi ramadana kullahu qadahu. Anma ig'maninki hukmi asramlikdan farqli. Ramazonning bir oy butun o'shidan ketgan bo'lsa, butun qazosini qiladi. Lekin saram bir butun salom olib ketgan bo'lsa, qazo kelmaydi, o'z butun saqt bo'ldi dedi-ku, mana bu o'xshamaydi. Li'annahu maradun yud'iful quwa. Chunki bu bir xil kasallik, bir xil ojizlikni keltirib chiqardi. Va la yuzil aql, lekin aqlni yo'qotmaydi.
Xuddi nimaga o'xshash uxlayotgandek. Buni aqli o'shi bor. Lekin hozir uxlayotgandek. Aqli o'shi yo'qolib ketmadi deydi. وَلِهَذَا لَا يَصِيرُ مُوَلَّيًا عَلَيْهِ Şuna vücudun ketken adamga birisini vasi qilib, "Man siz ega pul haydab birisiz, man baqsiz" deb bir adamni belgilab qo'ygan ish yo'q. Fakan muxotaban. Undan kim bu? Taklifga buyurilgan kishi. Fayaqdihi kalmarid. Undan kim bu? Kesel kishidek şu xuddi Ramazon bir ay kisel o'lab qolgan kishilar to'liq qazosini qiladi. Ala tara annahu sallallohu alayhi vasallam kana ma'suman anil junun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saranglikdan saqlangan zotdi. Qala taala ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa qad ughmi alayhi fi maradi. Kisel qolgan chaqda nechqatim mushidan ketib, keyin yana tartilib, shu qo'yib ustiga, keyin yana namozga chiqib o'qigan. Hatta bu mazhabda ig'ma sababidan 5 namoz miqdori ig'moni qilgan bo'lib 5 namozni qazo qildi deydi. Shundan buning hukmi saranglikning hukmiga o'xshamaydi demakchi. Hanafi mazhabda. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.